Ramazan yazmaları. Birinci bab. Ramazanға kіріватымыз. Ramazan insaniyetке berilgan ilahi bir qarzdır. Siz Ramazandan nemeni kütken bolsanız, onunğa erişsiz. Ramazanni g'izalanish iyi deb qaraydiganlar oziqlanadi. Ramazanning ulag'i ilib keladigini qizirib pishqan nonlar, tatliq turimlar, go'sht-girdilar, go'shtlardan iboratdir. Bunda qaraydiganlar Ramazandan samirib chiqadi. Ramazanға pariz tutish iyi deb qaraydiganlar o'riqlash uchun pariz tutgan bo'ladi. Ramazanning ulag'i ilib keladigini texmi yenik vujud, texmi inchikilgan bir badandir. Ramazanға mashrab ko'zi bilan qaraydiganlar soyvanlar ostidagi ko'ngil echish yerlarda o'ynavilish bilan Ramazandan bahr oladi. Daqi-dumbaq, nag'ri sunay, usul tamasha bilan kutib olishgan Ramazandan oxirida ulag'i qaladigini huzur va halovatdir. Ramazanға Qur'on va vahiy bizga hadiya qilgan ilohiy qarz deb qaraydiganlar bo'lsa, Ramazanni sifatlik inson bo'lib chiqishning tepilmas bir fursati deb e'tiborlaydi. Sifatlik inson yotoq, oshxona, hojatxona va ishxonaga bog'lanib qolishga rozi bo'lmagan insondir. Bahası emas, qimmati bo'lgan insondir. Yuragining buzilgan yerlarini o'ngshaydigan, aqlining xarob bo'lgan yerini tuzaydigan, ichki dunyosining o'tma to'shik bo'lib ketgan yerlarini etadigan, engining buzilgan yerlarini remont qiladigan irodasining yo'qab ketgan qismini topadigan, shaxsiyatining kamtik bo'lib qolgan yerlarini to'liqlaydigan bir fursatdir. İnsan bir nisyan, ya'ni unutqoq maxluqdir. O'zini, mas'uliyatini, o'rnini, qimmatini unutadi va haddidan oshadi. Islashidi, datlashidi, kirlashidi, sho'rlashidi. Bu sababdan insonning bir yillik tekshirishga ehtiyoji bor. Bo'libmi, ichirqab ketgan ruhlar to'yg'izilmasa, ma'naviy o'limlar boshlanadi. Insonga qo'rsqining och ekanligini xabar qilg'uvchilar enzimlardir. Oshqozonining bo'sh qolganligining xabari bu enzimlar orqali miyaga yetkaziladi. İnsanlar och qolganligini bilgandan keyin yeydigan narsa izlashga kirishadi. Lekin inson ro'yining ochliqidan qo'rsoq ochqanligidek o'ng'ay xabardor bo'la olmaydi. Chunki ruhning enzimlari yo'q. Ko'pincha inson ro'yining ochliqidan ma'naviy o'limda sakratga tushgan holatidami bexabar bo'lib qolishi mumkin. Qur'onning bir ta'biri bordir. Ular ilmsiz, aqlsiz, farosatsizlikda go'yo tomg'i yo'lab qo'yilgan, chirib ketgan yog'ochlarga o'xshaydi. Munofiqut 4-oyat. Qur'on bu atalg'ini nifaqqa o'xshash boshqa sabablar bilan ichi bo'sh, teshi ichidanmi qimmatli holga kelib qolgan, terakka o'xshash ichidan chirib ketgan inson turlari uchunmi qo'llanadi. Kiyib olgan kiyimlari o'zlaridan qimmatli bo'lgan kishilar ichini setib, sirtiga yegizib, kiygizgan atalmish insonlardir. Ramazan dal inson ichining quruq bo'lib qolishining oldini oladigan ilohiy tadbirlardan faqatla biridir.
insonlarga bir muddat tashqi dunyosini ichki dunyosining keyniga qo'yishni tavsiya qiladi. Ruhiy kutinishning jismoniy kutinishdan muhim ekanligini o'rgatadi. Ramazon ijtimoiy jihatdan insonga ega bo'lgan mol dunyolarning aslida Allohning uningga imtihon uchun bergan omonati ekanligini eslatadi. Ham barilinishni bilganlar bu sinoqdan o'taliganlardir. Ko'ngil eshigini Ramazonga ochganlar qo'lini va eshikni yo'qsullarga ochadi. Bu nuqtalar nazarda tutilganda, Ramazon insonlarga berilgan ilohiy qarzdir. Bu qarzni ba'zilar xomon so'ragandek so'rib, isrof qilib xajlab tugatsa, yana ba'zilar uni ilib, hassilab oshiradigan ma'naviy sarmoya qilib foydalanadi. Yo'qsullashgan ichki dunyosini uning bilan beytidi. Kimligini va kishiligini taraqqiy qildirdi. Texmi mazmut turadi. Tuyg'u va tushuncha darajasini yuqori ko'tardi. Musulmonlar har Ramazonni jamoatining yarısini tengish uchun bir safarvarlik zamoni deb bilish kerak. Faqat och va yalang'ochlarning yordamiga emas, din va iymon jihatdan namratlashib ketganlarga yordam qilish uchun aldirish kerak. E'tiqod yo'qsulluqi moddiy yo'qsullikdan bakrak, qo'rqinchli oqibatlarni elib keladi. Agar siz e'tiqoddan namrat bo'lsangiz, xalqaro tashkilotlardan haqsiz yordam ola olishingiz mumkin. Faqat din va iymon yo'qsulligiga duchor bo'lgan bo'lsangiz, qaysi xalqaroliq organning eshigini qoqsiz? E'tiqod namratligini faqat va faqat iymon, axloq va fazilat boyligi bilanla yengil bo'ladi. Ramazon dal shu boyliqlarning manbasidir.